Kechirasiz. Musofirman. Yonimda bir tiyin pul qolmadi. Shu tillarni 500 mingga olib qolinglar. Biletimni puli bo'lsa bo'ldi. Olib qolamiz bo'ldi. Ustoz, pulaga ishonmang. Bular vokzallarda mashina qish qilishadi. Sigarlar qallobligi-ku. Mana qallobligim oldi, bularga pufli. Olib qolaman, faqat so'm yo'q, qog'oz beraman. Do'ldim. Bo'ldi, momoyo maslagiz dachiga 700 ming so'm beraman. Rahmat. Aytdim-ku, aldi dedim. Bu tillamas ekan, bu soxta ekan-ku. Endi mana buni soxtani bilaman. Ot var meni. Men bergan 100 dollar ham soxta edi. Zato uni menga qaytargan 700 ming so'mi haqiqiy. Qochim bo'ldi? Ya, farishkami? O'g'rini qaroq churdi-yu. Ustozim, sizdan jabr ko'rmagan odam qoldimi o'zi? Qilyapti hali, yuryapti. Bahoke. Labbi aka, ustozim Baho aka abetdan keyin keladi. Men shogirdlarman. Nima xizmat? Abitdan keyin keladilar. Qoravay. Jabr ko'rmaganlardan bittasi mana mashina bo'ladi. Qarab tur. Ukajonim ikkita yangi balon kerak edi. Yo, aka, ustozim ruxsatlarsiz balon sota olmayman-ma. Ukajonim 200 dollar beraman. Orada leviya qilib turish kerak. Va quru oyligi boyib ketib bo'lmaydi odam. Ustozingga aytmayman, xabar topmaydi. 100 dollarga risk qilsa bo'ladi. Bagajdochi ikkita yangisidan ort beraman aka. Ustoz bozorda 200 dollarga 4 ta balon beradi-ku. Ahmoq, men ham bilaman. O'zi ustozdan 200 dollar qarzim bor edi. Qarab bir telefon qilaman ustoziga. Alo. 200 dollar qarzingni qachon berasan? Hali shogirdingga berib ketdim-ku. Oldingdami shogirding? Eshitib turibdi mana. Ukajonim, hali senga 200 dollar berib ketdimmi yo beradimmi? Yo, berdingiz. O'sha 200 dollar ustozingga berib qo'ygan qarzim bor edi. Shuni vaqtliroq aytmaysanmi? Ikkita balonni bilib qolmasalar bo'ldi. Ustozga xiyonat qilib yeb qo'ydi. Biz bir-birimizdan sotmaymiz. Hech qachon. Men seni Malikadagi J2, ya'ni Mars Mobile do'koniga olib kelganman. Aytganimni qilib tursang, telefonli bo'lib qolasan. Yurgan. Shundoq do'konga kirish bilan chap qo'lingda mana shu polonkan kutib oladi. Hozir hammasini o'zi tushuntirib beradi. Okey, bizning Mars Mobile do'konimizda iPhone 11 dan 17 gacha istalgan telefoninglarni boshlang'ich to'lovsiz 12 ta viloyatga chiqarib beramiz. Xolasanglar studentlarga ham chiqarib beramiz. Sizlarga qanaqa telefon ko'rsating? 17 ni silver rangidanmi? Hozir beraman. Sizdan telefon olsanglar, chexol, zaryadnik, stikor hamma narsasini qo'shib beramiz. Olamiz, faqat bugun emas, ertaga kelamiz, bo'ptimi? Telefon olmadinglar mayli. Bitta fokus ko'rib ketinglar. Hamma 17. Buni shunchangga tiqaman. Siznikidan olib chiqib kelaman. Davomini ko'ramizmi? Davomi shart emas. Mana davomi. Yo'q. Do'st bir-birimizni sotmaymiz deb kelishdi-ku. Dunyoda ikkita narsaga ishonmagin shogird. Bittasi Nexia tormoziga, ikkinchisi ustozingga. Все будет хорошо, все будет хорошо. Xotin, mana shu ikkala mashina senga. Rostdan, shu mashina menga vatasi. Va bo'lsa ham senga xotin qalay. Voy, nega ikkita o'zi? Endi bitta mashinani haydayversang, zerikib qolishing mumkin. Boshqa mashina haydaydan kelib qoladi-yu, shunda mashinasini haydasan. Tushunmaysan o'zi mani? Yo'q. Bo'pti. Mana onasi senga ikkita telefon oldim. Otasi rostdan mengami nega ikkita? Nobod mana bittasini ishlatib quvvati tugab qoldi. Shunda ikkinchisini ishlatib yuborasan. O'zi hamma narsani ikkita bo'lgan yaxshi xotin. O'zi tushunmaysan nimaligini o'zi buni? Yo'q, o'zi nima demoqchisiz adasi? Mayli kutaman. Babir tushunasan sen meni. Onasi senga ikkita atir oldim. Voy, adasi, rahmat kattakon atir uchun, lekin nega ikkita? Misol uchun mana bittasini sep olsan, hidi senga yoqmay qoladi. Boshqa hidlarni xolab qolasan-ku, shunda ikkinchi atirni sepasan. Endi tushundingmi nimaga ikkita berganim? Ha, tushunmadim lekin. Onasini sen tushunguningcha men chiqarib ketaman-ku. Onasi bitta top keldimi, ko'zim ochib uraymi? Ochiring. Nima bu? Dadam, adajon siz ikkita naskiga bittasini yirtirsa, bittasini kiyasiz. Endi ikkitalik namoklaringizni tushundimmi? Sen meni tushunmaysan. Hep bor. Sinfdoshingga uylansang. Axiyri sen uylanding, sinfdosh. Endi nima qilamiz? Maktabda odam anatomiya darsida 47-yil esingda. Suyulma, hopmi? Umuman, bu yoqdan bo'lingan, u yog'i saniki, bu yog'i meniki. Men tomonga umuman o'tmagin. Baraka topdi, unaqa parta bo'sh bo'lib, maktab paytda bo'lardi. Kim meni sansirama, men seni endi eriyman. O'rgana olmayman-da, Mirzohid. Mirzohid dema. Yonimda. Nima qilasan, xotin? Nimaga Nargiz rasmini bo'yab tashding, Venetkadi? Nimaga Venetkan seni oldingda turadi bo'lmasa? Birinchidan meni sansirama. Kimga meni sindoshim bo'ladi. Nima qilasan endi? O'zim rasmimni yopishtirib qo'yaman. Bitta shu rasmi bor edi, Nargiz. Mirzohid aka! Mirzohid aka! Ha, babay!
Nimaga marta payti laqabim bilan chaqiryapsiz? O'tqiz beray. O'tqiz olmayapsan, Esmeralda. Sinf fondiga bitta sen qolding, pul ber. Voy, Esmeralda, sinf fondi o mayda paytda bo'lardi. Unda oila fondiga ber. Nima qilasan bu pullarni? O'zimga telefon olmoqchiman. Agarchi mani sansirimizga hoziroq yangi telefon beraman. Seryozni Mirzohid yur, obi. Voy bale, voy, Mirzohidga deyolmasenam, ja bo'lmasa papaya kedi. Xotin qara diskontda Galaxy A17 qop-qora telefoni 12 oyga 229 ming so'm ekan. Xohlasang mana Honor X7D telefonlari 12 oyga 219 ming so'mdan. Alla. Adasi kruiz mashinasi Premier 7 kiloligini oppog'i 12 oyga atiga 299 ming so'mdan. Ali o'rtoq, diskontda 0012 aksiyasi ketayotgan ekan. Barcha texniklar uchun. Manzilimiz shuna taqachida Nazarbek Musi yetmasdan chap qo'lingda 9 etashkali do'mi birinchi etajda joylashgan. Bu aksiyalar 10-apreldan 20-aprelgacha amal qiladi. Tezga ye. Rahmat papa aka. Xotin bugun hamma sindoshi yig'ilib ekan, o'sha yoqqa boraman. Voy unda men ham boraman. Yo'q, uyda o'tirgin qizg'anaman. Ha mayli, xo'p bo'ladi. Qaytgancha Nargis ham borar ekanmi? Kelarga. Unda sen ham bormaysan. Qurboniga keldingizmi? Ra'no, men qaytib keldim o'sha. Nahotki 7 yil kutding meni. Urushdan sizdan qora xat kelganda ham ishonmadim. Sevgimiz haqi kutdim. Men senga ishonardim. Meni asrlikka olishdi, lekin sevgimiz hurmati, sevgimni isbotlash uchun asrlikdan qochib keldim Ra'no. Endi senga uylanaman. Undan sovchi janob. Voy Ra'no. Rostdan meni yaxshi ko'rasanmi? Qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi ko'raman. Bu birovlarni ketaman, kutasanmi? To o'lib o'lgunimcha kutaman. Vo, ana anti magazin bor ekan. Hozir sen yaxshi ko'rgan narsani olib kelaman. Tur. Xo'p, tezroq bo'ling. Mana sen yaxshi ko'rgan narsani oldim. Ya, kim bu bola? Tanishing yangi yigitim baba aka. Yigiti? Voy, shuni do'konga kirib chiqqancha yangi yigit topib olding. 2 minut kutib turolmadingmi? Men kutdim. 1 minut kutdimda 2 minut ko'p. Mana yerga tegishim kerak-ku. Siz sog' bo'ling. Yuring aka. Voy, qanji odobsiz. Mana onasi toza lahim go'sht va kilosini 165 ming so'mdan oldim. Ha, o'zi bo'lgan, yo buni olishdi. Mayli adajon, siz kirib damingiz oling. Men ungacha sergo'sh qilib mantiq qo'yaman. Ha, nafsing tiqilgur. Ha, bir kun yeb tugatmalaring buni. Sirgu chiqib qo'y. Xo'p. Adasi, ertaga onamlar kelmoqchi ekanlar. Bir pastetdingmi onangga erim uyga go'sht olib keldilar. Hamma qandoshing chaqirganda go'sht yeb bitilar, xommi? Unda nima qiling? Undan ko'rasa onang kelmasdan oldin sen o'zing uyingga borgin, ha? Somsa qilib olaman. Charchqalik qil. Adajon, kechki nima ovqat qiling? Bugun bir go'sht qovuring, bir mazza qilib yeylik. Xo'p bo'ladi. Ana, mana ma'lumotni qarang. Olimlar yozishicha, ko'p go'sht yeyish inson sog'lig'iga zarar ekan. Menga nima aloqasi bor? Endi bular bir nimani bilmasa yozmasa kerak-da. Sog'liq o'zingizga kerak. Xohlasangiz go'shting, xohlasangiz yemang. Ishtahani ham o'ldirding. Keling, tuxum qovurib oling. Mana yoshna qab tur xotin. Adasi nima bo'ldi? Olgan go'shtimni har bitta ovqatga mo'ljallab kezib qo'ydingmi? Ha, Muzxonaga soldingmi? ha, marzoga solib ko'rdim. Shu sepdingmi? Voy, shu adas esimdan chiqib qoldi. Aytman nimagadir ko'nglim g'ashim. Xotin bunaqa deb bo'lmaydi-da. Ha, go'sht aynib qoladi-ku. Ha, o'zi bo'lmayapti olib kelishi go'sht ko'rmasak-ku. Bor tu sep qo'y. Hozir adasi, hozir. Ana onasi, ha, bu oy ham ro'zg'orligini qilib oldik. Ha, Bitta narsa esan chiqib qolibdi-ku. nima adasi? Ha, go'sht olmaymiz-ku. Ha, shundoq chiqib kela qolganman. Yo, adasi joyida turing. Bolalaringiz bilan go'sht yemaymiz. Tavba qilganman, tavba. Ha, salla go'shtga to'ydilar. Qilaman muhabbat qilaman yoningda Obbo, jonga tegdi deb. Bu mashina bo'ladimi? Zavat bo'ladimi? Bu motori ketgan. $3000 rasxoti bor. 3000? Sotib olish kerak. Ha, bu buzuq mashina kimga sotaman hozir? Menda zo'r bitta tanish bor. Hozir chaqiraman. Nima deb qulog'ini ketding buni? Mashina motori ketgan. $3000 ketadi deb aytdim. Nima aybi bor ekan? Shtekir chiqib ketgan. Tiqib qo'ysa ishlab ketadi. Bo'ldi, $500 do'la dizan. Tur yo'qoladi. Okay, bu mashinangiz motori ketgan. Unga qimmat olib qolaman, arzonga olib qolaman, mayli. Iya. Qalaysiz do'stim?
Mana tanib qoldimi? Ya, men unaqa tanidim qilmay. Baribir xizmatlaringni arzon olaman. Bosh xotirmay mashinangizni o'zida olganman-ku. Ya, men sizga eslolmadim. Nima eslolmaysiz? Men olganman sizdan o'shanda. Bir 19 mi? Qanchaga eslolmayapman. Narxan, lekin men sizni mana shu mo'ylovingiz, mana shu qorni eslab turaman. Aniqdan olganmisiz? Xuddi shunisiz. Nima deb sotgansiz? Voy, mashina toza, masala deb sotgansiz. Haqiqatan meni pritsam-ku bu. Haqiqatan biz olgan bo'lsa, men olamayman bu mashinani. Men qarang do'stim, pritchalaringizni menga tiqishtirmang do'stim. Men qarang mo'ylovamcha o'zi yo'ldan chiqqan, yo'ldan chiqmagan ekan-u, lekinchi mashinani olasizmi, olmaysizmi bilmayman. Aka, mana shunaqa irimim bor. Sotgan mashinamni olamayman. Mashinangiz o'ziga bersin, o'zingiz haydaysiz. Tushundingizmi? Bo'pti, so'radim. Savdoga yeb qo'yadi. Mashina olmaysam 3000 foydamiz bor-ku. Baraka top, ko'r ko'nglim nimadir sezyapti. Bu mashinada bir balosi bor. O'zing sotgansan, nima qilyapsan? Chunki men umrim davomida hech kimga butun mashina sotmaganman. Yo'q. Bir kis simmi alfabetdan dalasini chiqardim. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging. Ustoz, opam jiyanimga sunnat to'y qilishyapti. Menga ot ilib qo'yishdi. Prakat bo'lmas ekan. Qatta olaman, pulim yo'q. Ustozing shodda xavotir olma. Mana shu tuxumni aborot qilib senga ot olamiz. Ya, ishni nimadan boshlaymiz? Ishni birinchi tuxumga Filippina bayrog'ini chizishni boshlaymiz. Keyin nima qilamiz tuxumni? Keyin Amaka, rostdan film tuxumimi? rostdan o'sha tankaga zo'r tanka ochadi. Narxi nechi pul? $100. Halol chiqib beraman. Keyin $100 nima qilamiz? $100 arzon dak olamiz. Pixiga lezva qo'yamiz, ushtiramiz. Zo'r ekan, yoritib tashlaydi-ya. Xohlasangiz sotaman. Nech pul? $500. Oldim, baraka. $500 pulimiz bormi? Keyin nima qilamiz? $500 ga qo'ya olib ushtiramiz. Keyin uni qimmatroqqa sotamiz. $500 qo'yis qanaqa urishardi? Yo'li bor. Ko'tiga garindori tiqqanas zo'r urishadi. Ha, ko'ti qiziganida alami kelib zo'r urishar ekan-da, ustoz. Tayyor qo'yvar. Qo'yingni sotiladimi zo'r ekan? Sotiladi $1000. $1000 ga baraka. $1000 pulimiz bor. O'sha pulga qisir sigir olamiz. Qisir sigirdan foyda yo'q-ku, yutqizasiz. Men yutqizmayman. Bir hafta sog'maymiz. Yelimi sutga to'lab tirsillab turadi. Keyin bozordan bir 7 buqacha olamiz, oldiga qo'yib qo'yib, qimmatroqqa sotib olamiz. Ona bo'ladi-ba. Buni ish beradimi? Sog'siz cheligi sutga to'ladi. Xullas suvning o'rniga faqat sut ichasizlar. Ishtahasi ham zo'r. Odamdan boshqa lippoy narsani yeydi. Bo'lachasini, qarang bo'lachasini. Buqacha. Nech pul do'stlarim? $2000. $2000 ga baraka. O'zi $2000 pulimiz bormi? Keyin o'sha pulga xohlagan otingni olib beraman. Baland bo'yli, viqorli, chiroyli. Opinam xursand bo'ladi. Ketdik, ishni boshlaylik, ustoz. Bundoq o'ylab qarasam, bitta otingni olish uchun ko'pchilik aziyat chekar ekan. Aldanib qolar ekan. Undan ko'rasa bitta dona odam aziyat cheksin. Kim? Ot egasi. Ot egasi? Hey, otni o'g'irlab qo'ya qolamiz. Qoravoy, mana shu $100 $100,000 qilamiz. Ishni nimadan boshlaymiz, ustoz? Ishni menga kasbim olishdan boshlaymiz. O'zimni iplas ustozim. Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Mani uyimniki moqada adam nima qilib qo'ydingiz? Odam urordingiz. Men yuzman, bolam xavotir olma. Otingga javob beradi. Familiyangizni ayting. Bir nima qilsa bo'lmaydimi? $10,000. Oting. Qamatamiz bu odamni. Xavotir boqadi. Ikkinchi bilan o'tamiz. Kechirasiz, apteka qayerda? Unga qayilganingizda xohlasangiz men sizga olib qo'yaman. Chiroyli qiz ekansiz. Uyatsiz! Odamlar qaranglar uffatdi mana, odamlar. Opa, meni qo'ysana, opa, biz qo'yaman qoldi. Keyin qochtiring. Men o'zi yuzman. O'pganni ko'rdim. Hozir buni javobgarlikka torttiraman. Familiyangizni tez et. Aka, hal qilsak bo'lmaydimi? 10,000. O'pdimi rostdan? O'pdi, shilqimlik qildi, o'pdi. $10,000. Namincha $10,000? Ya bu gap tushunmas ekan. Buni qamatish kerak. Aka, hozir men bu shundan beraman. Rolingni qoli qilib o'ynading. Ustozlarga cho'roqqa keldik, $20,000 pulimiz bor. Qoravoy, toza joyda toza biznes qilamiz. Dream City'ni cho'roq darvozasi loyihasida 50 dan ortiq do'konlar arendaga beryapti. Bu yerda hamda shu mashhur brendlar bor. Papa John's, Fedab, Bolla bor. Pulni mashaqqa tikamiz deb soqqan soqqiga uramiz. Bu yerda tayyor xonadonlar ham sotiladi. Hamma sharoitlar bor. Qo'riqlash xizmati, bolalar maydonchasi, atrofing to'la magazin. Toza, ozoda atmosfera juda ham go'zal.
parkovkasi ham bor ekan. Ustoz, do'konga pul tikdik, uyga pul qolmadi-ku. Eski ishimizni qilamiz. Yana sizlarmi? Siz odam urib yubordingiz. Siz kelik haydaldingiz-ku. Xo'jaynimniki bu meniki. Yo'q, eski klientimiz-a. Endi mana bolasini 18 yoshga to'yguncha boqasiz. $10,000 bersam qutulamanmi? Ya, siz doimiy mijozimiz, sizga skidka bor. Qancha? 50%, 5000 bersiz bo'ldi. Ustoz, hamma joyda tekinga ish bitirasiz, lekin kafega kirib ovqatlanib, pul to'lamasdan chiqib keta olmaysiz. Ishonasanmi? Hozir ikkalamiz kafega kiramiz deb bo'kkuncha ovqat yeymiz. O ofisant o'rnimizga to'laydi. Ya'g'i. Bu yoqqa yursa. Yaxshi o'tirdinglarmi sizlardan 300 ming so'm bo'ldi. Hozir. Mana mashina Usayn Bolt uslubi deyshadi. Nima ayblasiz ustoz? Tez olganga to'lab var. Ya sizgalingiz o'zingiz to'lang, shu yerda. Odam keltirma qo'rvoy to'lab var. Men to'layman, sizgalingiz o'zingiz to'lang. Bo'lmasa donozlik o'ynaymiz. Kim tutsa shu to'laydi. Bo'pti. Donozlik. Siz g'irrom qildingiz, nechesini bo'ldi? To'lab yuboringlar tezroq. Hop shuni harakatdan qilyapmiz-ku. Qara, bo'lmasa tanga tashiyman. Qaysi taraf senga? Gerba menga. Agar so'm taraf chiqsa, sen to'laysan, tushundingmi? Bo'pti. Hop. Hop. Ya siz g'irrom qildingiz, ko'rib oldingiz-ku. Bo'lmasa, eng oxirgi chora qoldi. Chesni o'yin qilamiz. Shu kim to'laydi? Taqting. O'g'ani sizlardan ko'rasizmi? Ko'raman. Hozir qoroy bilan yugurib, sizlardan aylanib kelamiz kafening oldiga. Kim oxiri kelsa, shu to'laydi pulni. Bo'ladi. Siz sudyasiz. Sani. 1, 2, 3. Voy, ustozi birinchi bo'lib ketyapti. Qoravoy, aytgan Usayn Bolt uslubi qanday ekan, tezroq yugar. Tekinga erishsan, lekin gap yo'q. Iflosizda iflos. Voy, stalbadan o'tib ketishdimi? Shu yerda o'zim to'laymanmi endi? O'rta soat 1da meni uydan olib chiqib ketib, qayoqqa olib kelding? Nega nuqul kechqurun yurasan? Ko'rshapalak bola. Yorug'da, issiqda nima kerak bor? Odam ko'p bo'ladi. O'zi haqiqiy hayot kechqurun boshlandi. O'sha kofeni Nega men Sibirga olib kelding? ahmoq, hozir bu yoqqa shahar oldi bolalari kelib yig'ilishadi. Million tuda million suvdan urt tashadi. Biz kofe ichib turamiz. Ha, kofe pontkami? Jigar qilyapsan, tursalanchalar. O, brata, keling. Men uzunman, men treziyman. Ozgina nastroy uchun uchatga yuboringlar bolalar. Bo'ldi, keldim mana. Yaxshi boladan kirib, kasal bo'lmang. Voy jala. Voy, ishki baba qilib ketdimi? Men yoqtirgan medoyini pishirdingmi, Shabbona? Ha, mana pishirib qo'ydim. Bugun voqli kelibsin, valaka. Majiga. Uni sevgilisi ham lunatik. Ko'rshapalaklar. Labingni botoks qildirdingmi, Shabbona? Qoshlarim rastushovka, burunlarimni ham qildirdim. Karochi, senga bort. Men tabiiy qizlar bilan sevishaman. Voy, buni hammasi sizga yoqish uchun-ku. Yoqmadi menga. Damini ol, yur og'ayni. O'rta soat 3 bo'ldi, kech bo'lib ketdi. Uyga boraylik. Shoshmay, eng maza qilgan joyga keldik. Hozir birga kayf qilamiz. Kimlar bilan kayf qilamiz? O'sbalar bilan, yorlar bilan. Alo? Alo? Ishlayapsizlarmi? Ha, ishlayapman. Ha, biz dam olyapmiz. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Hafta ham tugadi. Ertaga yakshanba, obedgacha uxlab dam olaman. Hey, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, to'xtab turinglar, son nechi bo'ldi o'zi. Ay, endi 7 bo'pti-ku. Ay, bog'chaga borgan kuni turg'izib bo'lmaydi sanlarni, yotasanlar. Ha, yakshanba bo'ldi deguncha, voqli turib olib, uyqimni ham dabdala qilasanlar. Ha, shu bolalarga qarasang bo'ladi-ku, yakshanba kuni dam olmoqchi edi. Bolam, siz sog'ingan, boshqa payt ishda bo'lasiz. Bo'pti, choyni ham ichib bo'ldim. Obedga chuqurlayman, bezovta qilmalaring mana. Voy, nega uxlaysiz? Bilasizmi, men sizni 2 haftadan beri kutaman oddiy hissi. Pardalarni yechib bering, yuvishim kerak. Ey, onasini yemsan. Sizni qo'shni chaqiryapti. Ishtalaydi bormadingmi? Qanaqasiga? Bugun yakshanba-ku. Keling qo'shni. Qo'shni bir mashina ishlagi bilan olib kelgan, shuni tushirib yuboring. Kechirasiz, bugun mana dam olgan kunim edi. Bilaman, shuni mo'ljallab yakshanbaga chaqirganman. Erta ish ketib qolasiz-da. Rahmat, mana ras o'ylabsiz, yuring bo'pti. Ha, Oltoy. Atak olsa. Ha, qo'shniligida
bir zil shilagi bilan uchirdik. Kirib bir dam oling dedi. Birov ish buyursa chop borasanlar. O'zingning ishing chala bo'lib yotadi. Bir kun ta'minda bir foydang tegsa uyga, lapatka olib ko'chaga chiqqan. Ishxonada charchamasdim. Assalomu alaykum Qobil aka. Yaxshi, O'rtoq sen? ketdi choyxonaga. Bo'ldi, ozgina ishim qoldi. Shuni yuz qo'lib yuvib chiqib ketamiz. Qanaqa choyxona? Ish tiqilyapti. Choyxonaga bormaydi. Qo'roq olyapti. Qo'ysa-chi, ish tiqilyapti. Bugun vohlik kirib yot, ertaga vohlik ish ketasan. Ada, haftada bir kun o'zim uchun ham yashay, bunaqada qachon dam olaman? Kengaysanmi? Malakat kelin. Choydan iching begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Yana Voy, ja issiqmas-ku. Daryodan oqib keladi. Shohdan marvarid. Voy. Suv, parasha olayapti. Kelin. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa dema. Sani palakat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa palakat dema. Oneni qirsaqa ay qo'lim. Ada, bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz palakatmi deyman. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshqa yuradi. Hattoki oldingizga o'tsa hamchi palakat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim-ku palakatli bu. Malakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijez bo'lmaydi. Hozir bu jarayonni poylayman. Voy, bobolarim meni $300 ga oldi be. Voy, bittasi ikkitada dovul qildim. Men chaqirding onasi? Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizmayaptimi? Yo'q. Boshingiz yonyapti. Palakat. Duxovkani tepasi yoqilmadi. Namuncha boshingiz qattiq patnisimi pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dubl qildim. Ada, tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir palakatni boshlaydi. Bo'ldi. O'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qari, xotinim kelgan bo'lsa palakat bo'lmadi. Kelinimni palakat aribdi. Nega meni doim palakat deyorasiz, tavba. Voy. Ada, palakat aribdi buni qali. Voy, bunisi endi hat-trick bo'ldi. Palakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demay mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. O'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymamidilar. Buni qilaman desam, buni qaqa qo'yishni bilmayman chiroqni. Keling adajon, men ishab turaman chiroqni. Kelin, siz ishlaringizni qiling, men o'zim qilaman. Mayli, o'z bilasiz. Palakat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Voy, agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, o'ralib qo'yganmi? Voy, kelin! Kelin, mandan!
Yaxshiyam shu shlem bor ekan. Balakat. Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yubar. Ha bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ey, Adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladim. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib shashligingiz-chi. Annam tortib qopti dadam. Olovlar hukmdori keldi. Bunga bezi setish kerak. Voy ada, kirimiz. Hayotingni saqlab qoldim. Yaxshi, bizni bormadi bolam. Kimni dabdala qilding? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqormasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozgan emas-a? Ko'rib turgan barcha tabichkalar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tabchi kerigan bo'lib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, aka mana shu yiqitganlarni hammasiga hisoblaydi. Yechib oling. Vela ciao, ciao, ciao.